Ketgim kelmayaptimi Toshkentga? Nimaga? Sana tovuq xotinozim kiyimlarni yig'ishtiraman deb. Yo, Toshkentda men bilan yashasang nima mazza qilib? Ha. 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 Ha, uzoq bo'lsa birga yashaymiz, birga turamiz ikkovimiz. Men ha deb Navbahorga kelib ketolmayman, seni olib ketishim kerak. Sen maktabga borishing kerak Toshkentga. Baribir men shu yerda yonida qolaman. Toshkentda uyda turmaysanmi? Mazza bolam. Ko'rpachada. Sen tushunmay Toshkentda maktablarda o'qisin deb shu jon kuydirib yotibman. Siz yashamaydi. Men ishim Toshkentda aka. Men seni qanday tashib ketaman? Qachon ketaman? O'sha ishimiz kerak. Navbahordan ish olishim kerak. Navoiydan ish olishim kerak buni. Bilasan, maktablari yaxshi o'rda. Navoiyda ham yaxshi, Toshkentda zo'rda. Men Toshkentdagilar zo'rlar yo'qmaydi. Endi nima qiladigan bo'lding? Ketadigan bo'ldingmi, ketmaydigan bo'ldingmi? Ketmaydigan bo'ldim. Yana kelaman bu hafta. Har hafta kelamanmi? O'sha yerda ishlaysiz. Yo, ishlayman, seni ko'rishim kerak-ku. Yo'q, videovisdan ko'rasiz. Videovisdan telefon qilaman, ha? Ha. Chiroyli uyda kim turar ekan? Bir o'zingiz. Men sog'zak borasanmi o'zing? Ha. Ajing. Beradi. Ha, pul beraman, borasan, ha? Pul ko'chirasiz. Pul ko'chiraman plastikdan. Keyin borasan, ha? Ha. Ha. O'zim. Ha. Ha, shu uchun men ketaveray, ha, yerda o'zim. Ha. Ertaga ketmaysiz. Ha, qaysi kun ketaman?